Assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz yurtdoshlar. Qashqadaryo, Surxondaryolik obunachilarimiz uchun bugun Jetur Qarshi avtosaloniga yetib kelganman. Bugungi videomizda Jetur Qarshidan avgust oyidagi yangiliklarni Aziz aka bilan to'liq ko'rsatib beramiz. Videomizni oxirigacha ko'ring. To'lov usullari haqida va mashinalarimizning narxlari haqida yangiliklarni o'tkazib yubormang. Assalomu alaykum Aziz aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz akajon? Charchamay yuribsizmi? Charchagansiz? Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum Rashidjon Farmonov kanali obunachilari. Barchangizni Sultanov Motors Jetur Qarshi avtosalonda ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz va eng asosiysi shundaki, avgust oyidagi barcha yangiliklarimiz va to'lov usullarimiz haqida video davomida ma'lumotini berib o'tamiz. Videodan uzoqlashmang va videoni boshlashdan oldin manzilimiz haqida ham qisqacha ma'lumotni berib o'tsak, Rashidjon aka, bizning manzil Qarshi shahri, Jayxun ko'chasi 7/72A. Ya'ni Qarshi mashina bozori yonginasida va undan tashqari aynan Sultanov Motors Southwest Qarshi avtosaloni yonginasida. Yonma-yon joylashgan. Ko'rib turganingizdek aka, stokda barcha modellarimiz bor. Barcha ranglari ichida bor. Eng asosiysi aka, bemalol avtosalonimizga tashrif buyurib, qiziqqan modellari bilan tanishsalar bo'ladi. Aziz aka, hozir masalan men kelganimdan buyon hozirgacha nechta mashina sotdingiz shu kun hisobiga? 4 ta aka. 4 ta Jetur sotdingiz. Xuddi shunday aka. Qanaqa modellar ketyapti hozir? Endi aka, eng asosiy modellarimiz endi Yaxshi ketayotgan. ha, qarang. Xalqimiz sevgan modellarimizdan biri emas, 2-3 hisoblanadi aka. Ya'ni bu Jetur Dashing X70 oilaviy crossoverimiz hamda T segmentidagi Jetur T1 modellarimiz hozirgi kunda xalqimizga juda ham qulay tushgan va undan tashqari aynan bu modellarimiz hamyonbop va eng asosiysi juda ham yaxshi kafolatiga ega. Barcha to'lov usullari amalda bor hozir. Xuddi shunday. Bu haqida avtosalonning o'zida aka ma'lumotini berib o'tamiz. Davay aka, bu yoqqa kamerani o'zim olib, avtosalon ichkarisidan davom ettiraman. Tashqarida ko'rib turibsizlar, T1larimiz mana tayyor turibdi va mashinalarimizni mana bu yoqda sonini ko'rishlaringiz mumkin. Qaranglar, qancha mashinamiz nalichi turibdi mana. Xohlasalaringiz qora ranglik X70larimiz, T1, T2 hammasidan bor ekan aka. Xuddi shunday aka, endi stokda nima modellar bor, showroomda nima modellar bor, barchasini ichida bor aka. Mana T1larimizda ham har xil pozitsiyasi, gibridlari ham sotuvda turibdi. Xuddi shunday va eng asosiysi har bir komplektatsiya sotuvda mavjud va barcha ranglari ham ichida mavjud aka. Hozir kirib, to'lov usullarini, narx-navlarini qisqa lo'nda qilib, videomizni oxirigacha ko'rsalaringiz Xuddi shunday aka, tanishtirib beramiz. Albatta. Va 1+1 aksiyasi. Albatta, eng asosiy mavzumiz shu hisoblanadi. Endi aka 1+1, endi bu aksiya aka, qarang, mashina xarid qilib olganingizdan keyin siz avtomatik tarzda o'yin ishtirokchisiga aylanasiz va biz yilning oxirida buni aniqlaymiz va aynan Jetur X50 Premium, ya'ni full komplektatsiya modelimizni o'z egasiga topshiramiz. Xuddi shunday aka. Bu uchun Jetur Qarshidan mashina xarid qilsa bo'ldi. Xuddi shunday, xohlagan modelingizni xohlagan to'lov usuli asosida xarid qilsangiz ham bo'ladi. Yilning oxirida o'ynaymiz. Agar mabodo o'sha xarid qilgan klientlarimizdan bittasiga mana shu mashinani beraveramiz. Shunday aka, full komplektatsiyasini beramiz. Bosh to'lovsiz, hech qanaqa nimasiz. Aka, hisob ma'lumotnomani shunday pasportlarini nomiga o'tkaztirib beramiz. Podarka qilib beramiz. Xuddi shunday aka. Gap yo'q. Qo'yish, mana Dashing dedilar. Bu yoqda X70 va T1, T2 mashinalarimiz hozir nalichi hammasi. Xuddi shunday. Shu joyda aka, qarang. Va ayni damda aynan Sultanov Motors Jetur Qarshi rasmiy avtosalonda barcha to'lov usuli amalda mavjud va undan tashqari O'zbekistonning 12 ta viloyatidan yurtdoshlarimiz tashrif buyurib, atigi bitta pasport evaziga xohlagan modellarini foiz peynalarsiz o'z nomlariga rasmiylashtirishlari mumkin. Barcha avtomashinamizga 5 yillik rastrochkamiz ishlab turibdi. Shunday. Endi aka modeliga qarab, komplektatsiyasiga qarab, umumiy hisobda barcha modellarimizda rastrochka imtiyozi mavjud. Bor. Barchasida bor aka. Qaysidan boshlaymiz aka? Qarang aka, xohlagan modelingizni boshlang'ich 25% bilan ham foiz peynalarsiz o'z nomingizga rasmiylashtirib olishingiz ham mumkin. Xohlaganingizni aka, T2 bo'ladimi, T1mi aka, xohlagan modelingizni aka. Endi o'tgan yillarda Rashidjon aka bu imtiyoz yo'q edi aka. 50% beraydiz. Shunday. 1 yilgacha beraydik. Shunday. Ko'pchilik yurtdoshlarimizni talab istagini inobatga olgan holatda aynan 26-yilda aka, bu imtiyozni joriy qildik va siz ayni damda bemalol aka boshlang'ich 25% bilan xohlagan modelingizni, xohlagan rangingizni, xohlagan komplektatsiyangizni o'z nomingizga rasmiylashtirishingiz mumkin. Xo'p aka, qarang, endi stokda bor modellarimiz barchasining ichida aka Jetur X50 modelimizdan aka qisqacha qilib ma'lumotini berib tanishtirib o'tsak va aynan shu Jetur X50 dan boshlasak aka. Jetur X50 aynan shu showroomda turgan modelimiz aka premium komplektatsiyasi, full komplektatsiya hisoblanadi. Xo'sh.
Qarang aka, endi tashqi dizayniga alohida e'tibor berishimiz shart. Bunga misol 2025-2026-yil top dizayniga tegishli. Endi aka o'zi ham juda brutalni ko'rinishga ega. Aynan bu modelimiz aka yengil crossover. Yengil crossover. Xuddi shunday o'zini segmentida O'zbekiston bozorida bor modeldan ustunligi baland. Maqtash emas aka. Endi men trekker bilan solishtirmayman. Ko'pchilikka bu trekker dastak bo'lgan aka. Hammaga trekker dastak. Kerak emas aka. U milliy brend, uni bu bilan taqqoslash kerak emas. Uni segmenti boshqa, bu boshqa aka. Hozirgi inomarkalar bor-ku aka. Inomarkalar bilan solishtiramiz aka. Bemalol. Bemalol aka. Nima bor buni aka o'zi narxini oxirida aytib o'taman. O'zining narxida bor modellardan lupoydan ustunligi baland aka. Narxida. Misol tariqasidan keltirib beramiz aka, fakti bilan. Komfort va narxida. Xuddi shunday. Aka qarang. Biz bu modelimizni dvigatelini ham bir tanishtirib o'tsak, 1.5 litr объем turbo MPI dvigatel aka qarang. Metan, propan, butan aka farqi yo'q. 100 ga 100 aka benzin umuman qo'shmaydi. 4 silindr tsepli motor aka. Germaniya mahsuloti. Va qarang. 5 yil 150 ming kafolatli kapotni ustiga qo'yib beramiz aka. Endi tashqi ko'rinishini aytdik aka. Endi tashqi ko'rinishini aytib o'tdik aka. Proyeksiyozli linzaviy optik faralarni ham aytish shart. Aka 360 gradus kamera, oldi, orqa parktronik bor. Qarang aka. Diska baloniga kelsak, marhamat qiling. Endi diska balon 18 diagonal aka. 215 ga qarang, 55 19. Va tormoznoy sistemasi 4 tala kolyosda ham aka diskovoy, опорный diskda. Ko'rishingiz mumkin. Balkada emas aka. Va ходовой ham независимый italyanskiy McPherson aka. Ya'ni umumiy hisobda har biri mustaqil ravishda alohida harakatlanadi aka. Orqa tarafi ham. Xuddi shunday. Endi aka salon qismi ham alohida e'tiborga ega. Zo'r. Marhamat qiling. To'liq kojadan ishlangan sport klassika. Yana kuzovdagi qo'shimcha qulayliklar aka. Qarang, bokovinkalarini o'zida 360, abagrev paket, slepoy zona, 5 ключевой dostuplar bor aka. Marhamat qiling. Zo'r. Qarang aka. Koja salon. Endi aka to'liq koja, o'rindiqlari sport klassikada ishlangan, elektrousilining multimediali rul, splashnoy tablo monitor, interfeys to'liq ruscha aka. Qarang. Голосовой управление deysizmi? Zamon talabida aka. Hattoki yengil crossoverda ham barcha qulayliklari mavjud. Cruise control, adaptiv cruise control. Abagrev rullar barcha o'rindiqlarida abagrevlari bor. Беспроводной, автоhold, elektron ruchnik, barida холодильники bor aka. Qarang. EcoSport. EcoSport normal aka. O'rindiqlari elektropaket ko'rishingiz mumkin. Zo'r. Elektronniy. Endi orqasi ham aka juda ham shinam. Qarang. O'rindiqlarga o'tirganingizda quchoqlab oladi aka. Juda ham приятный. Kojasi ham perforatsiyali, ya'ni terlatmaydi aka. Barcha orqa o'rindiqlarida ham abagrevi bor. Barcha qulayliklariga ega va orqa o'rindiqlarida ham aka podlokotnik, podstakanniklari bor. Mana. Barda aka deflektorlari bor. Abagrev aka barcha qulayliklari bor. Qarang. Endi aka bu narxi qancha chiqibdi aka? endi narxi aka belgilangan tartibda 279 million 500 ming. Barcha to'lov usuli amalda mavjud. Bemalol kelib xohlagan rangingizni, xohlagan to'lov usuli asosida xarid qilib olishingiz mumkin. Bunga misol naqd, avtokredit, перечисленный trading foiz paylalarsiz рассрочка imtiyozi ham amalda mavjud aka. Naqd xarid qilaman desalar 273 million aka. Marhamat qiling. Kuzov 26 aka. 26. 273 million. Рассрочкаga ham chiqazib beramiz aka. Full paysiz. Narxga beraylik on narximizda, рассрочкаga ham beramiz aka. Bemalol kelib tanishsalar bo'ladi. Va aynan Jetour X50 modelimizni komfort komplektatsiyasi ham bor. Asosiy farqi salondagi funksiyalarda aka. Narxi 260 million. 260 million. Naqd xarid qilaman desangiz 238 million aka. 238 millionga beramiz aka. Narxni qarang. Xo'sh. Dalshaga ketdik. Bunga ham rassrochkamiz bor. Bor aka. Necha yilga? Endi aka boshlang'ich to'loviga qarab 1 yildan 5 yilgacha rassrochkasi bor. Ketaveradi. Barchasiga bor aka. Dashing. Endi keyingi modelimiz Dashing. Endi bu modelimiz haqida qancha ko'p gapirsak shuncha kam aka. Hozirgacha sotuv zo'r. Endi aka O'zbekiston sharoitida, O'zbekiston yo'llarida salkam 5 yildan bo'lsa aka bu model xizmatda. Shunday. Bemalol aka. Endi bu modelni o'zi sanoqli qolgan, adashmasam aka ana shu bir dona qora qolgan showroomda aka. Qora. Tez sotiladi aka bu model. Endi bu modelimizni aka bilgan biladi. Ishqibozlari juda ham ko'p. Endi tashqi dizayni aka, endi bu Lamborghini Urusga o'xshab boradi. Nimaga degan savolga aka aynan Dashing modelimizni dizaynerlari bu Yevropadan hisoblanadi aka. Va endi aka bu modelimizni ko'pchilik biladi, boya aytganimdek
motor xonasiga kelsak aka, qarang aka. Xo'sh. Aynan Dashing modelimizni dvigateli 1.5 litr объем turbo MPI 156 ot kuchidan iborat. Городской siklda средний расход aka qarang 6-7 litr, dalnida 5 litr расходi bor. 5 litr. Xuddi shunday. Darnida 5 litr. Xuddi shunday. Endi haydashingizga bog'liq aka. Городской siklda ba'zi payt оборотingizga qarab aka 7-8 ham bo'lishi mumkin. Оборотga qarab. Оборотga qarab. Haydashga bog'liq. Ha, haydashga bog'liq. Endi средний aka men o'zimni praktikamdan kelib chiqqan holatda o'zimni haydashim bilan aka, endi bizda Buxoroda Dashing bor, bilasiz aka, xabaringiz bor. 6-7 расходi bor. Endi mijozlarimizni отзывiga qarasak agar, где-то 7-8 расходi bor aka. 7-8. Dalnida shu 5-6 litr haydashingizga оборотga qarab. Оборотga qarab. Xuddi shunday. Endi oddiy misol aka, Tikonni ham hozir bir оборотini ko'tarib haydasangiz 6-7 litr расход qiladi aka. Shunday. Hamma gap o'zingizga bog'liq. 4 silindr tsepli motor aka. Metan, propan, butan 100 ga 100 tushadi. Benzin umuman qo'shmaydi aka. Salonlari o'ziga oladi. Endi bu modelimizda ham saloni aka o'zgacha. Buni salonini o'zi hamma bilib bo'lgan. Endi Redline aka. 21-yildan buyon sotuvda bor hozirgacha. Ha, bemalol aka. Yaxshi sotilayotgani uchun hozirgacha olib kelinadi. Xuddi shunday aka. Endi bu modelimiz aka juda ham skromniy, Skromniy. lekin aka ham yuragi baquvvat, ham jussasi baquvvat modellar. Xadavoy endi idealniy. Sport klassika model bu. Endi aka bu modelimiz kuzov 26-yil. 26 kuzovda yangi aka, 26 kuzovda yig'ilgan. Diska ballonlarini ham ko'rishingiz mumkin. 19 diagonal, stenkasi 60 aka. Haligacha 26 dizaynlik mashinalar bilan, yangi dizaynlar bilan bemalol raqobat qilib turibdi. Qarang aka, shu joyda 21-yilda chiqqan. qarang, endi mutaxassis sifatida aka shu joyda ham shu qisqacha ma'lumot berib o'tishim shart. Aynan Dashing modeli aka 5-6 yildan bo'lsa aka O'zbekiston bozorida o'zini aka statusiga ega va savdosi juda ham pik darajaga chiqqan modellardan biri aka. Bu modelni haydab yurgan okaxonlarimiz, opaxonlarimiz bilishadi aka. Haligacha nima deydi? Ufqdan qolgani yo'q. Endi bu model aka bu aytayapman-ku, jussasi ham baquvvat, yuragi ham baquvvat aka. Hadavoylari diska ballon 19 aka. Hadavoy nizavisi makversin. Shuni aka yaqinlashtirib ko'rsating. O'rindiqlari ham aka san'at asarida ko'rishingiz mumkin. 360 gradus kamera, proyeksionli linziviy optika faralar, cruise control, adaptiv aka, sentralniy monitor, o'rindiqlari barchasida aka qarang. Abagrev bor, perforatsiya tizimi bor. Aynan Dashing modelimizda ham aka avtozavедение, ya'ni pult orqali masofadan turib yoqib o'chirish imkoniyati ham bor aka. Bemalol labovoylarda aka Abagrev paket mavjud. 1,5 kvadrat kattalikka ega panoramli lyuki ham bor aka. Qarang. Maza qilib binasiz. Ana endi aka tan narxiga kelsak 345 million 800 aka. Tan narxi 5 million. Ha, 1 yildan 5 yilgacha рассрочкасы bor albatta. Va naqd xarid qilaman desangiz 327 millionga chiqazib beramiz aka. Marhamat qiling. Mana 25 millionga yaqin chegirmasi bor naqdga. Xuddi shunday aka. Rassrochkasi ham bor. Xuddi shunday. Zo'r. Xo'p. Keyingisi. Keyingi modelimiz endi bu oilaviy model hisoblanadi aka. Jitur X70 FL. FL. Xuddi shunday. Endi bu modelimiz aka 7 kishilik ko'rishingiz mumkin. Juda ham bahaybat mashina. Mashinaning uzunligi aka salkam 5 metr. Eni 1.90, bo'yi 1.80 aka. Endi buni videoga tasvirda unchalik bilmaslik mumkin, lekin avtosalonga tashrif buyurib, bir o'zini ko'rib, bir haybatini sezsalar bo'ladi aka. Minib ko'rsalar. Xuddi shunday. Endi o'zini segmentida aka, aynan 7 kishilik modellar orasida O'zbekiston bozorida aka eng byudjetlisi hozirgi kunda Jitur X70 FL modeli hisoblanadi aka. 7 kishilikdan ichida. 7 kishilik hadavoy bo'yicha ham, rasxod bo'yicha ham aka, narxi bo'yicha ham juda ham hamyon bo'lib. Endi bizda aka misol uchun ko'pchilik yurtdoshlarimiz eng asosiysi narxiga qarashadi. Narx. Keyin sifatga qarashadi albatta. Va aynan bu modelimiz ko'pchilik yurtdoshlarimizni ko'nglidan joy olib bo'lgan. O'zimizda aka Buxoroda endi har bir videomda aytib o'taman. Rometan, Jondor, Shofirkon tumanda yurtdoshlarimiz xarid qilib olishgan okaxonlarimiz Rossiya qatnashadi aka. Amalda aka qarang, 1,5-2 krug yurganini ham ko'rdik aka. Mashina. Shu mashinani aka. Orqasida parkop ulab, teleshkani ildirib aka tepasiga yuk bo'ylab, yana aka 5-6 kishi bilan Rossiya qatnashadi aka. Rossiyaga borib kelyapti. Marhamat qiling aka. Zo'r. Xo'sh, buni ham ikki xil pozitsiyasi bor. Xuddi shunday. Bu Premium Plus komplektatsiyasi. Premium Plus. To'liq ko'jadan ishlangan aka. 1,5 kvadrat panorama lyuk.
barida xolodilnik bor, elektro usulli multimediali rul va aynan aka bar qismi BMW dizaynda ishlanganda. Ana deflektorlari, ana bu aka klimat kontrollari ham alohida e'tiborga ega aka. Mana salon dizaynini ko'rib turibsizlar. Bundan sotuv uzr, uni reklamaga shart emas modellardan biri. Xuddi shunday. Besprovодной deysizmi? Elektronli ruchnik aka. Qancha aqlli o'zi yo'q aka. Elektropaket polnis. Xuddi shunday. Abagref deysiz, barcha o'rindiqlarida bor aka. Eng asosiysi aka 7 kishilik. Orqa o'rindiqlarni ham qarang aka. O'rindiqlar orqaga yotadi, tikka bo'ladi. Xuddi shunday aka. 9 palni ham bo'ladi aka. 7 mestalik. Xuddi shunday. Aynan qarang aka. Jitur X70 FL Premium Plus komplektatsiyamizni belgilangan tartibdagi tan narxi 318 million 500 aka. 318 million 500. 1 yildan 5 yilgacha rassrochkasi bor va undan tashqari xohlagan tartibda xarid qilib olishingiz mumkin. Naqd, avtokredit, перечислений, trading imtiyozlari ham amalda mavjud. Xo'p, naqd xarid qilaman desangiz 300 million. Aka qarang. Naqd xarid qilaman desangiz 300 million. Endi aka chegirmada ham bor, soni cheklangan. Soni cheklangan. Sotib bo'lindi aka. Adashmasam bor, kamroq bor. Chegirmadagi narxi aka 280 millionga bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. 280 millionga naqd pulga. Xuddi shunday. Komfort komplektatsiyasi ham bor aka. Endi u ham sotib tugatilindi, lekin aka bizda bor Sultonovda. Sultonovda bor. Komfort komplektatsiya bilan premium komplektatsiyaning farqi nima degan yurtdoshlarimizga shu joyda farqini ham keltirib o'tsam. Farqi aka aynan Premium Plus'da LED hisoblanadi, chiroqlari, komfortida oddiy lampochka hisoblanadi. Oddiy lampochka. Va ikkinchi farqi komfortida salon ichki o'rindiqlari matodan aka. Premium Plus'da to'liq kojadan ishlangan perforatsiya tizimi bor. Zo'r. Farq shunda endi aka, men o'ylayman eng asosiysi mashinada aka motor, yuragi bir xil bo'lsin aka. Yuragi bir xil. Yuragi bir xil. Xuddi shunday. Hamma funksiyasi bor. Ходовой sistema, dvigatel, korobka bir xil bo'lsa, qolgani aka u vtorostепенный, u ikkinchi darajali narsa aka. Endi yurtdoshlarimizni endi talablariga qarab, endi qaysi ma'qul bo'lsa, xuddi shunday. Komfort komplektatsiyamizda tan narxi aka 300 million. 5 yillik rassrochkasi ham bor amalda mavjud. Xo'sh. Naqd xarid qilaman desalar 280 million. Chegirmadagisini ko'rib beramiz aka 270 million bilan aka chiqazib beramiz. Chegirmadagisi 270 millionga nasib bo'lsa chiqarib beramiz. 270 million aka. 270 million. Xuddi shunday. Endi aka 270 millionda hozirgidagi aka chegirmada bor modellarimizdan aka sanoqli qo'ygan. Sanoqli. Sotib bo'lindi aka ular. Shu kunning o'ziga ikkita sotdik aka shuni. Shu kunning o'zida X70 xuddi shu. FL. FL komfortidan aka. Zo'r. Endi bor aka, lekin bir pastdagi raqamlarga telefon qilsinlar. Bemalol. Yana qo'shimcha ma'lumot olsalar bo'ladi. Keyingi modelimiz aka Jitur T1. Endi T segmentdagi model aka alohida e'tiborga ega. Endi qisqa vaqt bo'lganiga qaramasdan bu modelni O'zbekiston bozoriga kirib kelishiga ko'pchilik yurtdoshlarimiz bu model bilan qiziqib, ko'pchilik kishi xarid qilib olishdi. Nimaga deganda aynan bu modelni aka sifatida qadrlaydigan yurtdoshlarimiz bilishadi. Ancha ko'paydi lekin. Xuddi shunday. Aynan qarang, shu joyda aka isbot bilan keltirib beraman. Aynan Jitur modellari nafaqat T1 aka, nafaqat T segmentdagi modellar. Jitur modellarini barchasi aka umumjahon standartiga javob beradi. Keling aka, bitta men shuni isbotini ko'rsatay. Har bir videomda ko'rsataman aka. Endi bu narsani aka ko'rsatish kerak. Borini bor deymiz. 3S znaki aka. Bu nimadan? Buni aka Google'da ham ko'rsalar bo'ladi, ChatGPT'da ham ko'rsalar bo'ladi aka. Umumjahon standartiga javob beradi va aynan 3S znakidan Lisyang modellarini barchasida mavjud aka. 3S znakidan. Xuddi shunday. Buxoroda aynan Sultonov Motors Lisyangda kirganingizda bir shuni ham aka bir ma'lumotini berib o'tsangiz bo'ladi. Li 6, Li 7, Li 9 ultra modellarini barchasida aynan shu pechatdan turibdi aka. Ya'ni bu nimadan dalolat? Sifat darajasi a'lo darajada aka. Gap yo'q. Endi Jitur T1 modelimiz aka yo'l tanlamas. Xuddi shunday off-road modeli hisoblanadi. Endi aka bu modelimiz aka nafaqat o'zimizda, O'rta Osiyoda, arab davlatlarida ham juda ham ko'p uchraydi. Saudiyada aka endi bu aka T segment juda ham sifati baland deyiladi aka. Endi qarang. 3 komplektatsiyadan iborat. Aynan showroomdagisi komfort komplektatsiyasi hisoblanadi. 1.5 litr объем, turbo GDI dvigatel, 184 o't kuchidan iborat aka. Benzinlik variant. Benzin. Aka lekin komfort bu maksimal darajada. Maksimal qilingan. Yo'q narsani o'zi yo'q. Birinchi pozitsiyani o'zida aka qarang. Funksiyalaridan, komfortdan ayalmagan aka. Tortilmagan aka.
tejamaganda. Juda katta farq qilmaydi-da. Aka katta farq qilmaydi. Ko'rinishni ajratish qiyin. Bunga misol hattoki birinchi pozitsiyasini rulida tiptroniklari bor ekan. Elektroniklari. Aksariyat modellarini 6-chi, 7-chi, 8-chi, 10-chi pozitsiyalarida bo'ladi bu narsa. 6 xil pozitsiya bo'ladi-ku ko'pisi. Hozirda bor ekan shunaqa modellar, lekin birinchi pozitsiyasi tiptronik. Elektron usulli multimediali rul. Birinchi pozitsiyani o'zida aka, pallasa держатель, cruise control, adaptiv cruise control, samotarmajeni 540 gradus kamerasi bor ekan. Birinchi pozitsiyasi. Birinchi pozitsiya, salon podsvetka, sveta muzika barchasi bor. Sentralniy monitor aka. 26-yilda qarang, endi jahon miqyosida aynan shu narsa joriy qilindi. Bu nima degani? Yaqinlashtiring aka. Ya'ni haydovchi yo'lda monitorga chalg'imagan holatda knopkalar orqali salondagi funksiyalarni boshqarishi shart aka. Shunday. Sensor. Lekin Jiturda bu narsa o'sha shu yilda boshlandi. Barcha modellarda bo'ladi. Endi 2028-2029 adashmasam, lekin bu narsa bo'lishi shart. Shart. Qarang, barcha qulayliklarga ega. Xo'sh. Barcha ranglari bor aka. Benzin pozitsiyasi xuddi shunday. Birinchi pozitsiya, boya aytganimda 1.5 litr объем turbo GDI dvigatel 184 o't kuchidan iborat aka. Tashqi ko'rinishi endi aka mordasi qarang, rulga o'tirgan paytida aka Toyota 300 aka atmosferasini beradi aka. Qomati ham, gabariti ham o'shanga duti ortadi. Duti baland mashina. baland mashina. Endi hadavoyini aka aytmasak ham endi bemalol kelib shu joyda aka aynan Jitur T1 modeli hozirgi kunda maqtanish emas, bu modellar maqtanishga muhtoj emas. Endi ko'pchilik negativ yozishi mumkin. Jitur T1 modeli O'zbekiston bozorida bor, nima yumshoq mashina bor, bemalol haydab ko'rsinlar o'shani. Keyin kelib Jitur T1 modelini haydasinlar. Shunaqa yo'l tanlamas mashinalar ishda. Bemalol. Bemalol aka. O'zi uchun o'zi gapiradi aka. O'zi javob beradi. Xuddi shunday. Ta'riflash shart emas aka. Endi hadavoyni ustida juda ham mukammal ishlangan aka. Xo'sh. Sezmaydi aka yaman ishoning. Yaman sezmaydi aka. Umuman. Xuddi shunday aka, o'zimizda toza kirib kelgan paytida Toshkentda aka buni blogerlar test drive'lardan 1.5 metr, 2 metr uchirgan videolarini ham ko'rdik-ku aka. Instagramda ko'rdik shunaqa test Xuddi shunday aka. Toshkentda olib chiqib, O'ta chaqqon, haqqoniy test qilishgan. xuddi shunday. Aka mashinaga o'tirgan paytingiz, misol uchun yoki haydagan paytingiz mashinani sezasiz. Va mashina sizni sezadi aka. To'g'ri-ku? Qancha ko'p gapirsak shuncha ko'p. Imkoniyatlari juda ko'p bu Xuddi mashinani. shunday. Uni imkoniyatlarini ko'rsatish uchun biz ham tog'ga olib chiqishimiz kerak-da buni. Olib chiqamiz aka. Olib chiqamiz ha. Olib chiqamiz. Aka, pallasa deysizmi? Boya aytganimdek, cruise control, adaptiv cruise, samotarmajeni 540 gradus kamera. Labovoylarda spirallar bu, o'rindiqlarda abduf, abagref deysizmi aka? Bu monitor 16 dyum kattalikka ega. Bu endi oddiy bir boshqarish tizimi emas, kinoteatr rolini ham o'taydi. Qarang aka, hattoki birinchi pozitsiyasida ham slepoy zonalari bor. Slepoy zona. Bor aka, бесключевой доступ, автозаведение, голосовое управление aka. Yo'q narsani o'zi yo'q aka. Necha pulga chiqaramiz aka? 386 million aka. 386 milliondan boshlanadi. Xuddi shunday. Komfort komplektatsiyasi 386 million. Premium etak luxury'si aka qarang. 450 million. 450 million. Gibrid aka 472 million. Barchasidan naqd xarid qilsalar agar 20 milliondan chegirmasa ham bor aka. Naqdga 20 milliondan. Xuddi shunday. 5 yillik rassrochkasi ham bor aka. Ketaveradi 5 yilga. Malol kelib. Bosh to'lov minimum 25% to'lash. Boshlang'ich 25% bilan 1 yildan 2 yilgacha foizsiz chiqazib beramiz aka. T2 ham sotuvda bor aka. T2 modelimiz ha, endi aka bu modelimizdan ham kam qolgan. Endi T2 modelimiz haqida ko'p gapirmaymiz aka. Qisqa lo'nda. Marhamat qiling aka. Ha, mana. Aka qarang. Beligacha suvga botadi aka. Maydalashib o'tirmaydi. Hozirda O'zbekiston bozoriga toza kirib kelganlari ham bor, bundan oldingilari ham bor aka. O't kuchi 254 ta aka. Nah. 238, 214 nay aka mayda chuda emas. Nafaqat O'zbekistonda, O'rta Osiyoda, Arab davlatlarida o'zini statusiga ega model aka. Shaxsan o'zim endi Buxoroda turib aka arab fuqarosiga sotganman shu modelni aka. Har bir videomda aytaman aka bu gapni. Gap yo'q. Nima uchunki bizlar uchun aka bu bir qanday deysizga? Endi g'ururda aka. Arab fuqarosi kelib, endi Abu Dabidan qurilish loyihasi bilan kelishgan Buxoroda, shunday kelib aka naqd pulga aka shu qorasini olib ketishgan aka. Gap yo'q. Endi aka bu modelni bilgan biladi. Bilgan biladi o'zi. XVD aka qarang. Off-road mashinamiz. Aka bu dizayni, funksiyalari sanab o'tirsak endi buni videomiz yetmaydi. Aka u 1 soat vaqtdan 1 soat ham yetmaydi-da bu tebrga. T2ga. Dahshat, salon dizayni gap yo'q. Mashincha olish kerak, minish kerak faqat. Aka maza qilasiz. Dizayn beradi, o'zgacha komfort his qilasiz bunda. Va aynan
Bu modelimizni boshqa modellardan ustunligi nima deb so'rashadi-ku aka. Boshqa modellarda aka 1 yil haydab keyin teng yarimaga sotilayotgan model emas bu aka. Bemalol ikkilamchi bozordan chiqib ko'rishingiz mumkin, OLXdan ko'rishingiz mumkin. Bu modelni har kim ham sotmaydi aka. Chunki sotuvda yo'q ikkilamchida. Xuddi shunday o'zingiz aka shu sohada yurasiz, bozorlarda yurasiz, misol uchun aka, o'zingiz ham guvohsiz. Shunday. Misol. Lekin bu model aka haydash uchun yaralganda. Haydash uchun. San'at asari bu aka. Yaxshi. Necha pul qilib beramiz aka? 512 million tan narxi aka. Tan narxi o'shana hali o'zgargan. Ha. 5 yillik rasrochkasi bor. Naqd xarid qilaman desalar aka qarang. Naqd xarid qilaman desalar 494 million. Xo'sh. Aka chegirmaga tushganini ham ko'rib beramiz aka. Yana chegirmaga tushganini bir dona, ikki dona bo'lish kerak aka, uni ham ko'rib beramiz. Pastdagi raqamlarga telefon qilib aloqaga chiqsalar bo'ladi, lekin rangiga cheklov bor. Chegirmadagi narxi aka 455 million. 455 milliongacha topsak bo'ladi. Endi aka u chegirma aka tarixda bo'lmagan, endi qanday bo'lib qoldi, xuddi shunday. Lekin soni cheklangan hamda rangi cheklangan aka. Barchalaringizni Jetur Qarshiga kutib qolamiz. Sultanov Motors Aziz aka o'zlari shu yerda yurtadilar. Xuddi shunday. Va aka shu joyda aytib o'taylik aka, qolgan ma'lumotni. Aynan Sultanov Motors Jetur Qarshi rasmiy avtosalonida test drive xizmati mavjud. Ya'ni avtomashina qiziq bo'lsa, bemalol kelib haydab ko'rishingiz mumkin. Va undan oldin aka, misol uchun qaysi model yumshoq deb eshitgan bo'lsalar, uni haydab ko'rib, bemalol kelib aka Jetur modellarini ham solishtirsalar bo'ladi aka. Va undan tashqari trading xizmatimiz bor. Avtomashinangiz bor, sotmoqchisiz. Yakshanba kunini kutib, misol uchun issiqqa, oftobga sarson bo'lib yurish shart emas aka bozorlarga. Avtomashinangizni olib kelsangiz, biz bozor narxida baholab, insof doirasida xarid qilib olamiz va siz shu asosida xohlagan modelingizni, xohlagan komplektatsiyangizni va undan tashqari xohlagan to'lov usuli asosida xarid qilib olishingiz mumkin. Bemalol. Va asosiy qiziq joyi shundaki, Rashidjon Farmonov kanalida kelayotgan yurtdoshlarimiz viloyatdan kelishsa, tekin mehmonxona, endi Buxoroda so'g'foy osh edi, endi Qarshida aka g'uzor taniri bilan obed bo'ladimi, ujin bo'ladimi, bemalol. Albatta aka, biz Buxoroda ham shu prinsipda ishlardik va biz O'zbekistonning 12 ta viloyatidan bormiz Sultanov Motors va shu prinsipda ishlaymiz, Allohga shukr. Davom etamiz. Xuddi shunday. Qarang, o'zimdan aka berakon sovg'alar bor va undan tashqari Parok Polnik avtosalon tomonidan beradi. Har bitta mashinaga. Har bitta mashinaga o'zimdan berilayotgan sovg'alarni aytib o'tdik. Aka, bitavoy texnikalarimiz bor. Shunday beramiz aka. Televizor beramiz. Xuddi shunday aka va 30% servisdan sertifikat ham topshiramiz aka. Servisdan sertifikat. 30% chegirma. Xuddi shunday aka. Va undan tashqari barchangizni Sultanov Motors Jetur Qarshi rasmiy avtosalonda kutib qolamiz, tanlovda adashmang. Rahmat Aziz aka. Keyingi videolarda ham nasib bo'lsa kutinglar, Jetur Qarshidan ana shunaqangi yangiliklarni ko'rsatishga davom etamiz.